Ochig'ini aytsam, bunaqa uylarni yoshligimizda, anu multfilmlarda, ertaklarda ko'rardik. Mana hozir real hayotda ko'ryapmiz. Qadrdonlar, uyimizni fasadiga, dizayniga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Bugun sizlar bilan birgalikda Mirzo Ulug'bek tumanida qurilgan 3,5 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan mana shu ertakdagi uyimizga sayohat qilamiz. Mehnatimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida videoga like bosib, albatta uyni ko'rib bo'lgandan keyin o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib olgan bo'lsanglar, qanunda boshladik. Assalomu alaykum. YouTube'dan meni kuzatib kelayotgan qadri baland qadrdonlarim. E'tibor markazinglarni Mirzo Ulug'bek tumanini Alpomish mahallasiga qaratamiz. O'rtoqlar, bugun sizlar bilan juda ham eksklyuziv 3,5 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan mana shu uyga sayohat qilamiz. Narxini ish pul deysizlarmi? 999,999 dollar baholangan uyimiz. Endi kelinglar, marhamat, ichkariga kirar ekanmiz. Bu yoqdan kattagina avtomat ochilib yopiluvchi darvozaxonamizni ko'rishingiz mumkin. Ichkariga ham bemalol ikkita avtomobil qo'yiladi. Endi marhamat, mana bu juda ham go'zal imoratimizga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Albatta, videoni ko'rib bo'lgandan keyin uy haqida, obzor haqida sizlarning fikringiz men uchun juda ham qiziq, izohlarda yozib qoldiringlar. Uyga darvozaxona orqali kirib kelganimizda ikkita mashina sig'adi bemalol va bu yoq tarafida juda ham chiroyli yashil hudud barpo qilib ketishgan. Juda ham bir chiroyli vid beradigan podsvetka galogenlar o'rnatilgan. Imoratning vidini qaranglar, panoramniy razdvijnoy surilib ochilib yopiladigan eshiklar qo'yilgan. Lekin gap bo'lishi mumkin emas, akalarimiz mana shu ideyani lekin boplab qo'yishibdi. Endi uyimizga bu darvozaxona orqali kirib kelganimizda o'ng tarafga o'tamiz. Bu yoqda ham yashil hudud ko'rishimiz mumkin. Dekorativ qimmat daraxtlar ekilgan va asosiy o'rtadan kiraverish eshigi mana bu yoqdan kirib kelganimizda o'ng tarafda shinamgina hamma sharoitlarga ega yozgi oshxonani ko'ramiz. Barbekyu zonalari, gaz pechlari, qozon o'choqlari, mo'ykalari, mana shu oshxonamizni mana bu fartuklariga granit toshlardan juda ham bir ajoyib shakllarda chiroyli holatga keltirib qo'yishibdi. Har bitta narsaga detalniy e'tibor berilgani uyimizda ko'rinib turibdi. Hattoki mana bunaqa dachni stullargacha qo'yib qo'yilgan. O'tirib, bu yoqda ovqatlarni qilib, ulfatlar bilan kelganda dam olish mumkin. O'rtadan ko'rib turganingizdek binoga kiraverish asosiy eshigi. Endi sekin astalik bilan ichkariga kirib, qanaqa planirovka, ichlari qanaqa uyimizni hammasini ko'ramiz. Ketdi. Binoga kirib kelishimiz bilan bizani yorqin, hashamatli interyer kutib oladi. Mana o'rtada asosiy kiraverish eshigi. Kirganimizda o'ng tarafda kattagina garderob shkoflar yasalgan. Bu yoqda vishilkalar, qo'shimcha mягкиlar qilingan, bemalol o'tirib oyoq kiyimlarni kiyish uchun va mehmonlar qish kunlari qalin kiyimlarda kelishganda mana shunday yo'lakni o'zida yechib, mana bu shkofni ichiga kiyimlarni bemalol osib qo'yishadi. Va bu tarafda mana domofonlarni ko'rishimiz mumkin. Kameralar, hamma narsa tayyor holatda, hattoki uyni qurgan akalarimiz mana bunaqa uyni tozalovchi moslamalargacha o'rnatib qo'yishgan. Bu yoqda ochiq bizni oshxonani ko'rar ekanmiz. Oshxonani mebel ranglariga men to'g'risi maza qolman. Sizlar nima deysizlar? Bitta baho berib ketinglar. Albatta izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirgan holatda. Endi bu o'rtada kattagina steleshnichi, buni tepasida juda ham chiroyli, ko'rkam, dekorativ qandil ilingan. Uyimizdagi barcha mebel texnikalar eng zo'rlardan qilingan ekan. Meni e'tiborimni bir narsa tortdi. Mana qaranglar. Gaz plitasi va bu yoqda shunaqa smisitl chiqarib ketilgan.
Sababi ovqatlar qilinganda qozonga suv to'ldirish kerak bo'lsa, mana shu joyi o'zidan suvni yoqib, bemalol qozonni to'ldirish mumkin. Qozonni ko'tarib, bu yoqdan bu yoqqa suv to'ldirib yurilmaydi. Bu narsa juda ham zo'r qulay qilingan. Uyimizdagi hamma keladigan suvlar filtrdan o'tkaziladi. Hamma narsa maksimal darajada o'ylab shuni planlashtirib bitkazilgan. Bu yoqda mo'ykasini ko'rsak bo'ladi, hovliga qaragan kattagina romi bor havo aylanishga va qo'shimcha mikrovalnovkalar, холодильник o'rnatilgan, televizor, kameralar ulangan. Uyimizning hamma xonalarida kolonkalar qoldirib ketilgan. Mana bu yerda mikrofon bor. Buni bossak yonadi-da mana. Ayollarimiz bolalarni chaqirishadi. Bir ovqatga kelinglar deb mana shunaqa qilib sekin chaqiraverishadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Men bunaqa ideyani birinchi marta ko'rishim. Uy quruvchi akalarimiz hamma narsaga e'tibor berib, bir detalni qilishibdi. Devorlarimizni ko'radigan bo'lsak, qumli atachentadan foydalanishgan. Mana shunaqa ko'rinishda, sal g'adir budurroq bo'ladi. Bemalol buni qanaqadir kir, dog' tegib qolganda ham namlatda artib yuvish imkoni bor. Endi uyga kirib kelganimizda bu tarafda kattagina bizning living roomni ko'rsak bo'ladi. Bu yoqni endi o'zingizlar xohlagandek to'ldirib olishinglar mumkin. Kimdirlar masalan divanni zona qilib qo'yishi mumkin, kimdirlar stul qo'yib qo'yishi mumkin yoki xon taxta ko'rpachalarni qo'yib qo'yib ham bu yoqda o'tirsak bo'ladi. Buni ham aslida mehmonxona sifatida ko'raveramiz, sababi ochiq mana shunaqa ko'rinishda kattagina stul zona qilib to'y hashamlarda ham foydalansak bo'ladi. Uyga kirib kelganimizda o'ng tarafda bo'lsa, juda ham chiroyli dekorativniy oynalar qo'yilgan. Endi qo'shimcha aksessuarlar bilan bu yoqqa taxlab uyni yanada bezatishimiz mumkin. Bu tarafda zinalarimiz bizani ikkinchi qavatga va shu bilan birgalikda yerto'laga olib tushadi. Yerto'laga naryoq tarafdan ham tushsa bo'ladi. Endi mana bu eshikdan birinchi ko'radigan xonamiz umumiy yuvinish xonasi va hojatxonalari bo'ladi. Ispanskiy kafillardan ishlatilgan. Dushini ko'ramiz, eshiklari razdvijnoy, mana bunaqa surib yopiladi, ochiladi. Rakvina, shkoflari juda ham mehr berib, mana bunaqa tilla elementlardan foydalanib yasalgan. Qanaqadir odamga yoqimli fenlargacha qo'yib qo'yishibdi. Oynalar, sochiq quritgichlar, bu yoq burchagida unitazlarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu eshik nima desanglar, bu to'g'ridan-to'g'ri yotoqxonaga olib kiradi. Endi bu ota-onalar yotoqxonasi bo'lgandan keyin mana shu bitta yuvinishxona, hojatxona, ikkita eshik qilib ketilgan. Umumiydan ham foydalansa bo'ladi. Bu yoq eshik quplab qo'yilgan holatda va bu yoq eshikni quplab qo'yib, bu yoqdagi yotoqxona uchun ham foydalansak bo'ladi. Endi yotoqxonaga bu eshikdan emasdi, asosiy eshikdan kiramiz. Keyin yana bir narsaga e'tiboringlarni qarataman. Mana bu yerda ovoz baland past qiluvchi uskuna qo'yilgan. Har bitta xonadagi kolonkalarning ovozini baland past qilib qo'yish imkonini beradi va buni yonginasida uyimizning isitish tizimini boshqaruv panellari joylashtirilgan. Bu tarafda marhamat yotoqxonani ko'ramiz. Bu yotoqxonamizning devorlari matviy, silliq atachentadan qilingan ekan. Ajoyib qandil, shiftlari minimalizm uslubida bir tekis qilingan. Konditsioner ham bor ekan, ventilyator ham o'rnatilgan. E'tibor beringlar. Odatda ko'p quruvchi akalarimiz faqatgina konditsioner o'rnatishadi, ventilyator o'rnatishmaydi. Zo'r yechim qilingan televizorlar va mana marhamat bu yoqdan yuvinish xonasiga, sanuzilga kirsak bo'ladi. Endi davom etamiz. Birinchi qavatimiz kiraverish, asosiy living room. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ldi. Bu yoqdan yangi televizorlar. Uyimizning eng qiziqarli joyiga kelyapmiz. Kelinglar. O'rtoqlar. Boya aytganimdek, bu yoqdan tepaga ham chiqamiz. Tepadagi xona alohida ko'rsatamiz va bu tarafdan yerto'laga tushamiz. Mana bu uyimizning razdvijnoy eshiklarini, surma eshiklarini bundoq surib ochib qo'ysak, katta ochiladi. Yoz issiq kunlarida mana bu basseynda cho'milsak bo'ladi va bu yoqda havo aylanishini ta'minlab turuvchi moslama qo'yilgan. Bu yoq burchakda bo'lsa, basseynimizning sanuzli, dushi, unitazi, rakvinasi. Bu yoqda bemalol basseyndan cho'milib chiqqandan keyin yuvinish mumkin. Buni yonida mana shunaqa ko'rinishda bir shinamgina turk hammomini ko'ramiz. Buni yonida sauna. 2-3 kishi bemalol bu yoqda o'tirish imkoni bor. Endi o'rtoqlar, biz
pastsi yerto'lani ko'ramizda, keyin tepa qavatlarni ko'ramiz. Ketdi. Spa zonadan yerto'laga tushib kelishimizda o'ng tarafda yerto'lamizdagi birinchi eng asosiy xona bu uyimizning yuragi desak menimcha noto'g'ri bo'lmaydi. Hamma narsa gрамотный, juda chiroyli yig'ilibdi. Bu yerda ikkita kotyol, o'rtada ariston, qo'shimcha suv filtrlari, nasoslari, xullas hamma narsa juda gрамотный qilingan. Bu narsani ochib bergan devordagi kafillar ham bo'lyapti-da. Oppoq bir xil kafil qilingan pollari va devorlari bilan qizil, oq trubalar hammasi ajralib ko'rinib turibdi. Bu yoq burchagimizda bo'lsa basseynni nasos filtrlari hammasi mana shu xonada juda chiroyli qilib yig'ib qo'yilibdi. Endi marhamat davom etamiz. Keyingi yerto'ladagi xona bu o'sha tepadagi living roomni tegi. Bu joydan ham bemalol foydalanishimiz mumkin va boya aytganimdek, uyga kirib kelganimizda o'ng tarafdagi zinadan tushsak, mana bu yoqdan tushib kelishimiz mumkin. Keyin uyni qurgan akalarimiz bu yoq burchakdan juda ham unumli foydalanishgan. Uydagi hamma kiyimlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu yoqga garderob moslab olishgan ekan. Hozir faqat eshiklar qo'yilmagan. Menimcha bu videoni sizlar ko'rib uyni ko'rishga kelganingizda eshiklari tayyor bo'ladi. Bu umumiy kattagina garderob desak bo'ladi. Endi yerto'ladagi navbatdagi xona bu yoqda shunaqa oppoqqina xona qoldirilgan ekan. Yangi televizorlarimizning endi hozircha korobkalari turibdi. Холодный xona menimcha mo'ljallab ketilgan bu joyiga va bu yoqda kir yuvish xonasi. Bunaqa polkalar yasab qo'yilgan, oppoqqina kafillardan devorlari, pollari va bu yoqda bitta kir yuvuvchi mashina, bittasi kir quritish mashinasi bo'ladi. Mana shunaqa ajoyib sharoitlarga ega bo'lgan uyimizni o'rtoqlar. Endi sekin-astalik bilan tepaga ikkinchi qavatga chiqamiz. Ketdi. Yuqori qavatga chiqarkanmiz, shaxsan o'zimga mana shu xona juda ham yoqdi. Bu xonamizda ham surma eshiklar o'rnatilgan. Marhamat. Mana shu yoqdan hurmatli operator olib keling. Hovlisini ko'rsatinglar tepadan. Bu yoqdan darvozaxonalar ko'rinib turadi. Nimaga bu xona yoqdi? Katta, keng, shiftlariga e'tibor bersanglar, juda ham noodatiy qilib bitkazilgan televizorlar, konditsionerlari bor. Ulfatlar bilan kelganda stullar qo'yib, maza qilib ulfatlar bilan yoki mehmonlar bilan dam olish xonasi qilib qo'ysak bo'ladi. Bu xonani bu yoq burchagida o'zini yuvinish xonasi ham bor. Marhamat, rakvinalari, kichkina shkofchalari bor ekan. Narsalarni qo'yib qo'ysak bo'ladi. Sovun, shampun, shunga o'xshagan narsalar va dushi, vannasi bor. Buni yonida unitazi joylashtirilgan. Orqa tarafga qaragan havo aylanishi uchun kichkinagina fortichkasi ham qoldirib ketilgan. Lekin menga mana shu katta panoramli romi juda ham yoqdi uyimizni. Endi yana tepaga chiqamiz bu tarafdan. Biz hozir spa zona orqali sekin chiqib boryapmiz. Asosiy mana endi ikkinchi qavatdagi xonalarni ko'ramiz. Bu ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Bu yotoqxonani ham devorlari polumatoviy atachenta qilingan, shiftlari bir tekis, galagellar o'rnatilgan. Bu yoqda mana kravat turadi, birala, osma birala qo'yilgan, televizor, ventilyator, pardalargacha tayyor turibdi. Bu endi asosiy ota-onalar yotoqxonasi bo'lgandan keyin o'zini ichida mana shunaqa yuvinish xonasi bo'lishi kerak. Dushi, unitazi, rakvinasi, mana shkoflarni lekin boplab qo'yishibdi. Juda chiroyli. Hamma narsa did bilan qilinibdi. Endi navbatdagi xonalarga kiramiz. Mana bu uyga kirib kelishimizdagi o'ng tarafdagi zina bo'ladi. Bu yoqdan chiqib kelganimizda bu yoqda mana birinchi xonani ko'rdik. Bu tarafdan endi ikkinchi xonani ko'ramiz. Asosiy u ota-onalar yotoqxonasi deb men adashimman, o'rtoqlar. Asosiy ota-onalar yotoqxonasi mana bu ekan. Sababi kattagina garderobi va xona hozirgi ko'rsatgan xonamizdan kengroq, kattaroq. Bu yoqda ham ajoyib qandillar, oldi tarafga va yon tarafga qaragan romlar, pardalar, konditsioner, televizorlar va bu yoq burchagida o'zini sanuzuli bor. Havo aylanishiga mana bunaqa kichkinagina rom ham qo'yilgan. Rakvina, unitaz, dushini ko'ramiz. Bu ikkinchi qavatimizdagi ikkinchi xona bo'ldi. Mana shkoflarga maza qildim. Kattaligini qaranglar. Bemalol er-xotinni kiyimlari hammasi sig'ib ketadi.
O'zi umuman olganda hamma xonalarda sanuzil bor ekan. Bu yoqda oxirgi xonamizni bolalarga yotoqxona qilib bersak bo'ladi. Har bitta yotoqxonalarimizda bir xil mana shunaqa kraskalardan foydalanilgan, havo aylanish uchun ventilyatsiya tizimlari qilib ketilgan va boya aytganimdek mana bu xonalarda ham kolonkalar bor. Bu xonani ham ichida o'zini yuvinish xonasi, hojatxonalarini ko'ramiz. Fenlarigacha tayyor qilib qo'yilgan, mana shunaqa ko'rinishda bo'lyapti. O'rtoqlar, uyimizni, obzorimizni yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, albatta uy haqida o'z fikringlarni izohlarda yozib qoldiringlar. Narxi 999.999 dollar. Bu startviy narxi, kelishiladigan joylari bo'ladi. Agar mana shu uyni sotib olaman desangiz, video tavsifida, video ostida biza nomerlar yozib qo'yamiz. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni bemalol telefon qilib olsangiz bo'ladi. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar uchun mana shunaqa eksklyuziv variantda uylarni chiqarib boramiz. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.